11 yoshida UFC'ga chaqiruv olgan qo'qonlik bola haqida siz ham eshitdingizmi? Siz hozir tasvirlarda ko'rgan bolakay oddiy sportchi emas. O'zbekistonlik taniqli sport ustasi Dilshod Niyozovning farzandi No'monxon Rahimov. U 6 yoshida sport bilan shug'ullanishni boshladi. 8 yoshida esa kickboksing bo'yicha O'zbekiston va Osiyo chempioniga aylandi. 10 yoshiga kirishi bilan jiu-jitsu olamiga kirib kelgan Rahimov No'monxon qisqa vaqt ichida mazkur sport turi bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni, grappling bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni, MMA bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni, Gamma MMA jahon chempioni, professional Braziliya jiu-jitsu bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Endi esa UFC BJJ arenasiga chiqqan ilk markaziy osiyolik yosh sportchi bo'ldi. Bu oddiy g'alaba emas, bu O'zbekiston sport tarixidagi yangi davr. Ha aytganday, No'monxonni 22 avgust kuni Las Vegasda bo'lib o'tadigan ilk UFC BJJ janglari kutmoqda. Sportchimiz butun dunyoga bitta narsani isbotladi. Amerika orzu emas, mehnat qilgan odam uchun manzil. Butun O'zbekiston seni qo'llab-quvvatlaydi. No'monxonga omad yor bo'lishini tilab qolamiz.